Rasulimiz alayhissalom aytadilarki, Alloh uchun odamlarning eng yomon ko'rilgani ashaddiy husumatchidir dedilarda. Bir xilkilar bor, har bir gapida husumat ko'rinib turadi. Har bir gapida husumat. Doim gapida tagida kimnidir jazolash bor. Kesatiq gaplar, kinoya gaplar. Gapirganida hech kim tushunmasa ham kimdir buni bilib qalbiga ozor oladi. Davrada o'tirganda odatda qaysidir bir gunoh haqida gapirmoqchisiz. Agar sizni oldingizda aniq shu ishni qilgan odam bo'lsa, o'sha mavzuni u odamga tekkizib gapirib bo'lmaydi sizlar. Biz davralarimiz yoki suhbatlarimizda hamisha o'sha davra ichidan bitta odamni mo'ljalga olib gapiramiz. U odamni qalbini tilka pora qilib yuboramiz sizlar. Husumat bilan gapiramiz. Mana bu narsadan ehtiyot bo'lishligi kerak. Rasulimiz alayhissalatu vassalam aytdilarki, kafa bika ithman, ya'ni seni gunohkor deyishlikka yetarli bo'ladi, seni husumatchi bo'lib turishliging dedilar. Qarang, bir insonni husumatchi bo'lib turishligi u insonni gunohkor inson deyishlikka kifoya qilar ekan. Alloh saqlasin. Husumatdan, boshqalarga tuhmat qilishlikdan, so'zi bilan, gapi bilan ozor berishlikdan ehtiyot bo'lish kerak.